Taniqli aktyor Ulug'bek Qodirov haqida xabarlar tarqaldi va keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Muxlislar sevimlisi Ulug'bek Qodirov bugun 43 yoshni qarshi oldi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Taniqli aktyor Ulug'bek Qodirov bugun 43 yoshga to'ldi va o'z tavallud ayyomini nishonlamoqda. San'atkor o'z ijodiy faoliyatini Ayol zoti filmi orqali boshlagan bo'lib, Telba, Fotima va Zuhra, Majruh kabi filmlardagi rollari bilan tomoshabinlar mehrini qozongan. O'nlab muvaffaqiyatli rollari orqali o'zbek kinosining eng mashhur aktyorlardan biriga aylangan ijodkor so'nggi vaqtlarda xonandalik yo'nalishida ham o'zini sinab ko'rdi. Bugun o'zbek kinosining taniqli va sevimli aktyorlardan biri Ulug'bek Qodirov tavallud ayyomini nishonlamoqda. Telba, Fotima va Zuhra, Majruh kabi mashhur filmlardagi yorqin obrazlari bilan tomoshabinlar mehrini qozongan san'atkor bugun 43 yoshga to'ldi. Ulug'bek Qodirov san'atdagi ijodiy faoliyati Ayol zoti filmi orqali boshlagan. Keyinchalik u o'nlab film va seriallardagi muvaffaqiyatli rollar bilan o'zbek kinosining eng mashhur aktyorlardan biriga aylandi. So'nggi vaqtlarda aktyor muxlislarni yana bir yangiligi bilan quvontiradi. U aktyorlikdan tashqari xonandalik yo'nalishida ham o'zini sinab ko'rib, bir nechta taronalarni taqdim etdi. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.